Adajon, siz kelishingizda gribi olib oling, bolalar pasta qilib bering deyishyotdi. Yo'q, qanaqa gribi? Mochkichiri qila-ho. Xo'p bo'ladi. Mochkichirini bizani uyda ko'p ham qilavermaydi, lekin bitta qilganimda shunaqa suyeli go'shtlardan mazali qilib, mazasini xuddi halimga o'xshatib tayyorlashga harakat qilaman. Bilsanglar agar, jizza eritilgan yog'da piyoz sal sekinroq qizaradi, lekin yaxshilab qizartirsanglar, xuddi mochkichiri o'choqda qovurilgandek shunaqa ranglari chiroyli bo'lib chiqadi. Go'shtlarni o'zi 4 soat shunaqa miltillab qaynadi, suyelaridan ajralib ketadigan darajaga kelganda guruch solib qo'yamiz va suyelarini olib tashlab, go'shtlarni shunaqa ezib qo'yamiz. Men o'zim halimni juda ham yaxshi ko'raman. Uyda halim tayyorlay olmasam ham, lekin mochkichini kam bo'lgani yo'q. Agar siz ham o'zimizning milliy taomlarni sir asrorlari bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, onlayn va offlayn darslarimda o'rgataman. Halimga o'xshagan mochkichini retsepti kerak bo'lsa, kommentda 2 raqamini yuboring. Doim milliylikni ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni blogimga obuna bo'lib qo'ying, chunki men milliy taomlar bo'yicha qirolichaman.